Akalar, bu taxtalar ko'pligini qaranglar, shunaqa ob'yom ko'rganmisizlar mana bunday qilib ko'rsatay sizlarga. O'zi ham vagon yangiliklar kelgan. Bu yangiliklarimizni sizlarga Nurullo aka tanishtirib o'tadilar. Assalomu alaykum. Aka, bugun videoda o'zim boshlab yubordim endi. Yaxshi, Amirjon. Biz nahnolar, taxtalarda aytib o'tib ketaveraylik. Endi borcha chiqaraveramiz. Amirjon, ular 32 ga 14 berayotganimiz. Ya'ni bu 3,5 ga 14 bo'ladi. Oldingi videolarga ham chiqarganmiz, misol bulardan. O nahnolarda iloji boricha biz bo'shatishga harakat qilyapmiz. Nimaiki orqada kelayotgan yukimiz ko'pligini hisobiga. Buni orqasida ham bormi yana shunaqa? Bundan ko'pda yana yo'lda kelyapti. Mana buni orqasida yana bor ekan. Iloji boricha bo'shatishga harakat qilyapmiz. O'zi pastda 2 vagon, 3 vagonni sotib oldik. Hozir bularda 32 ga 14 beramiz. Ko'rsatayotgan real razmeri 3,5 ga 14. Uzun 6 metrli strapli mahsulotimiz bo'ladi. Bular hozirgi kunda 117 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ya'ni kubasi 335 dollar bo'ladi. 335 dollardan so'm miqdori 117 ming so'mdan qilib beryapmiz. Amzo aka nima aytdi? Xo'p, 3,5 ga 11 ligimiz bor mana. Strapli mahsulotimiz 6 metrli bilan 3,5 ga 11 bo'ladi. Xo'p, buni hozirgi kunda chiqayotgan narxlari 93 ming so'mdan qilib beryapmiz. Keyin Amzo yangiliklar bor. Aslida bir qator aytib o'tib ketaylik. Bitta rekalarimiz bor. 21 ga 4,5 lik. Hop, buni narxlarga ham chegirmalar bormi aka? Chegirmada o'zi aytilyapti o'zi hammasi. Chegirmani. Ha, o'zi chegirmali-da. 21 ga 4,5 berayotgan pastchamiz bor, rekamiz. Hop, buni pastga 42 so'm chiqargandik. Mahmudjon 3900 so'mdan qilib beryapmiz. Tugatishga buni ham. 300 so'mdan? 300 so'mdan skidkasi bor. Metriga. Hali bu narx tushirishim sabab hali bir xil odamlar o'tirib o'ylashi mumkin. Sotilmayotgandan bo'lyapti. Yo'q, akalar unda emas. Biz yurgi orqasida kelayotgan yuklar ko'pligini hisobiga iloji boricha bo'shatyapmiz hozir. Masalan uchun bular 3900 so'm pastga qilib beryapmiz har bir metriga. Keyin Mahmudjon aytdi bonusli narsamiz bor. 2,5 ga 10,5 likdan chiqqani, hop, listovalikdan chiqqan poltaxtamiz bor edi. Hop, uni ham vassa hisobiga sotib yuboramiz. Hozir vassani ham hisoblasizga 15 ming, 20 mingga to'xtatdi. Vassani kvadrati. Hali shoqlardan chiqayotgani bo'ladi. Mana bu narsa listovadan chiqqan, toza listovadan chiqqani bo'ladi. 2,5 ga 10 likdan chiqqani bo'ladi. Uzun 4 metrli listovali materialimiz. Hop, bularni donasini 30 ming so'mdan qilib beryapmiz. Endi kimda kim zarurat bo'lsa, xohlasa poltaxtaga qo'yib yuborsin. Poltaxtaga qo'ysa yana ham zo'r tushadi bu o'zi aslida. Poltaxta qilib qo'ysa ham bo'laveradi, vassa jub qilib qo'yib yuborsa ham bo'laveradi. Bularni hozirgi kunda 30 ming so'mdan qilib yubordik, tugatishga. 30 ming so'mdan donasiga akalar, bu qadrini yetadi bu taxtani. Endi mayda 9 ga 9 brusimiz bor, 6 metrli. Mana. Bu yerdan yuravering, 4 metrlikdan ham ko'rsatamiz, 6 metrlikdan ham ko'rsatamiz. Balandligini qaranglar akalar. Mana hammasi shuncha ham taxta olib kelasizlarmi aka? 3,5 ga 14 hammasi. Yana bor buni orqasi. Prosta iloji boricha bo'shatib yuboryapmiz-da buni. Amjon 4 metrli brusimiz, 9 ga 9. 135 ming so'mdan qilib yubordik buni ham. 135 ming so'm. Hozir real momentda misol akalar biz Marlon territoriyasida ko'rayotgan odam bo'lsa, agar Farg'ona Marlon regionida ko'rishayotgan bo'lsa, kirib ko'rishsa, bozorlarni ham bilsa, misol uchun 135 ming so'mdan menimcha kamma-kam bo'lishi mumkin. Hozir yangi kirib kelayotganlar ham undan qimmat chiqadi-da. Ochiq narsadan nimaki taxtalar narxi oshib ketgan hisobiga. 135 ming so'mdan qilib yubordik. Bu-chi bu qana taxta? Bu 2,5 ga 10,5 lik. Bu yeldan chiqqan materialimiz, uzuni 3 metrli poytaxtamiz bu. Bundan ozroq qoldi. Endi misol ozroq kvadratligi kelib qolsa, qilib beraveramiz. Bularda hop oxirini 34 ming so'mdan qilib beryapmiz. 34 ming so'm. 2,5 ga 10,5 likdan chiqqan. Keyin bu yerda brusimiz bor edi. 9 ga 9 6 metrliyimiz. Buni hozirgi kunda 220 ming so'mdan ham bemalol sotyapmiz. Biz bonus hisobida chiqaryapmiz. 210 ming so'm kelsa yana iloji boricha chegirma qilib beramiz. 10 ming so'mdan chegirmasi bor. 10 ming so'mdan 210 ming so'm sotilayotgan narx hozir qilib beryapmiz. Internetga qo'yayotganimiz 210 ming so'm. O'zi hozirgi kunda 220 mingdan biz sotyapmiz buni. O'sha 10 ming chegirmasi bor? Aytilishi, chegirmasi bor. Yana 210 mingdan yana iloji bor. Yana xayriya ham bor. Qilib beramiz. Bo'ldi. Keyin 3 metrli poltaxtamiz bor. Uni ham bir qator ko'rsataylik. U ham bonus narxda qo'yapmiz. Bu 2 ga 14 beramiz, uzuni 3 metrli. Bu Xvayno paroda Mahmudjon. Yel ham bor, sasna ham bor ichida. Aka nimaga qorayib ketgan? Birinchi savol shu gapni gapirishadi. Bu mana bu narsa nam kelganda, shu shuncha basda. Misol akalar, u ko'rayotganlar o'zi yaxshi biladi. Qo'l. Haqiqatda qo'l kelgan lesda bu. Aslida hisobiyatcha dimlanyapti, cho'janishi bor. O'zi aslida bu 22 lik narsa-da, biz 2 ga 14 beramiz. Agar randalatib shildirib yuborsa, me'morlar oppoq bo'lib chiqaveradi. Misol siz bilan biz ko'rsatayotgan poltaxtalarning hammasi misol cho'karigan, qoraygan bo'ladi. Misol ko'rayotgan akalar ko'rishayotgan bo'lsa, biz borini aytib sotaveramiz-da. Cho'karigan, qoraygan bo'ladi, bitta randalansa hammasi oppoq chiqadi.
Silliq. Chunki bir tepadan bir pastdan 2 mm ovoradida uni. Ha, Shunda oppoq o'lik randalanib chiqadi. tushunarli. Bularni hozirgi kunda chiqayotgan narxlarni kubatura narxlari 280 dollarga beryapmiz. So'm miqdorini 30 ming so'mdan qilib berdik buni. 30 ming so'm. Aha. Hozirgi kunda shular endi namizda chiqayotgan. Aka bitta tashqaridan manzilni tushuntirib bering. Bundan tashqari yana taxtalar kerak bo'ladigan bo'lsa ham ha, xudo xolasa o'zi birimiz ko'proq просто hozir bo'lgan yangiliklar chiqarib qo'yyapmiz. chegirmali Chegirmali narxlar. narsalar chiqarib qo'yyapmiz-da iloji boricha. Aha. Bu nima bu aka, nimaga bunaqa terilib Bu qoldi? 2 ga 10 lik, buni qurityapmiz buni. Aha. Bunga zakazimiz bor, so'rib pul shakalar so'raganda, ashuna hisobiga 2 Bu sotilmaydi hozir. Yo'q, bizcha qursin sotamiz buni. Nima borda, hozir yeta bir 10 kun bo'ldi buni quritayotganimizga. Yeta 15 kun, 20 kunda avvalda quritdi. Misol hozir kunlarimiz sip oldi, ashuna hisobiga. Hozir shundaqacha ham sotyapmiz, iloji bor so'rab qolganlarga sotib beryapmiz. Endi xonadonga ishlatadigan bo'lsa, buni ko'proq bizda hunarmandlar olyapti, bu razmerda. So'rib pul shakalarga qurityapmiz. Tushunarli. Manzilni Ashrapak yo'nalishi. Ajablar yo'nalishidan bir o'qchi yo'nalishiga qarab 500 metr yursa, o'ng qo'lda, chap qo'lda bizning Ko'ksaroy savdo majmuamiz chiqadi. Bag'i bu tomoningiz o'qchi yo'nalishi. O'qchi yo'nalishidan hop Ajablar yo'nalishiga qarab 700 metr yurganda o'ng qo'lda Ko'ksaroy savdo majmuamiz keladi. Xudo kelasi ishlarni iloji boricha chiroyli qilib, aytilgan narxlarni yana chegirma qilib berishga harakat qilamiz. Endi aytayotgan narxlarimiz to'g'risi bizda hali hammasi iloji boricha oxirgi narxlar. Yana iloji boricha bundan chegirma qilib berishga harakat qilamiz. Umid bilan kelishyapti. Iloji boricha norizo qilib chiqarib olmaymiz. Ekranda pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Tushunmagan joylarga bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Yana telefonda tushuntirib beramiz. Sog' bo'ling aka, katta rahmat. Sog' bo'linglar.